Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmunlarına göz ataylı. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Nyu-Yorkdakı Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı baş ştabının aldida namoyish o'tkazdi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı'nın baş ştabı aldida o'tkazgan namoyishi matbuotlarda xabar qilindi. Bunda təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 29 noyabr günü Nyu-Yorkdakı Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı baş ştabının aldida namoyish o'tkazib, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı'nın İsrailya Hamas to'qinishi yig'iniga yetakchilik qilib, saxtipazlik qilishi va ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilik siyosatini aybladi. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyer apandi axborot e'lon qilib, mundaq dedi: "Əpəndilər, xanımlar, yaxşımısızlar? Biz bugun Sharq Turkistonda ishg'oliyat, mustamlika va irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy tajovuzchilarining ikkiyuzlimchiligiga qarshilik ko'rsatish maqsadida Sharq Turkiston sürgündə hökuməti və əsir qilingan davlat Sharq Turkistonning xalqiga vakolatan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı'nın mərkəziga Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı'da İsrailya Hamas to'qinishidagi tinchlik va xalqarалық hamkorlikning o'z taqdirini o'zi belgilashning afzalligini muzokara qilishga yetakchilik qilishdek, kishini hayronlikqa va andishaga soladigan ziddiyatlik vaziyatga qarshilik ko'rsatish uchun yig'ildik. Bu rəhimsiz diplomatik ko'rinish 6 million ingliz millioneridagi Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkiston va xalqining ishg'oliyat ostidagi mavjudligini saqlash ko'rishiga duch kelish ochiq realligini yo'shira olmaydi. Xitoy Sharq Turkiston to'qinishi dunyodagi cho'ng davlatlar tarafidan sal qaralgan, uzunga suzilgan insonlik krizisi, zamin talash tortishi, rayon xarakterli to'qinish. Xitoyning davlat qo'llagan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiya xalqlarini etnik yo'qotish harakatiga qarshi Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, Sharq Turkistonni abadil abad Xitoyning mustamlikasidan qutuldirish harakatidan iborat. Xitoyning mustamlika irqiy qirg'inchilik harakati Sharq Turkistondagi millionlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Turkiya xalqlarini jazo lagerlari va turmalarga qamab, sistemli turda qatliam yurgizish, barliq Sharq Turkiston xalqini qul qilish bo'lib, xalqaro qonun va kishilik izzat hurmatini dafsanda qilish hisoblandi. Xitoy Sharq Turkiston to'qinishidagi Xitoyning vahshiy irqiy qirg'inchilik roli hozir Isroilya Hamas ixtilofida atalmish dunyoviy bir aplashtiruvchi vositachining obrazi bo'lib bilinmoqda. Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashida tinchlik va muzokaralardan so'z ochgan vaqtda Sharq Turkistondagi butkul insoniyat tarixidagi bir mustamlikachilik harakatining eng qabih harakatini tashkil etmoqchi bo'lib, bu xalqaro qonunning prinsiplari, diplomatiya va adolatning prinsiplariga buzg'unchilik qilganlik bo'lib, munofiqlikdan iborat. Ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiya xalqlar Xitoyning jazo lagerlari va turmalariga qamalib azob chekmoqda. Zamonaviy davrning tilga olg'ili bo'lmaydigan Gulag taqim orollari vahshiyligi har kuni yuz bermoqda. Xitoy hukumatı atalmış terrorlikqa, bölgünçilikka qarshi turish bahanasi bilan 4 million begunoh Sharq Turkiston xalqini terrorlikqa qarshi turish uzun tizimligiga kirgizdi. Dunyo irqiy qirg'inchilikning yuz bermasligi uchun qayta takrorlanmasin va'dasini bergan bo'lsa-mu, 21-asrda Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yuz bermoqda. Bu irqiy qirg'inchilikqa uchrag'uvchilarning krizisi bo'lib qolmasdan, butkul insoniyatning vijdoniga qilingan xarosdan iborat. U kishilik huquq va'dasi, o'z taqdirini o'zi belgilash, adolat, barobarlik prinsipi, xalqaro tartibning siniqidan iborat. Xitoyning xalqaro sahnadagi harakati qat'iy. Uning ishg'ol qilingan Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mong'oliyadagi harakati ayblanishi kerak. Dünya Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan 4 million Sharq Turkiston xalqining azobini ko'rmasga selvilib, Xitoyning diplomatik o'yinlarining sur'atiga moslashmasligi lozim. Xalqaro jamiyatning bu krizis oldida sukut qilishi adil siyosat bo'lmayla qolmasdan, balki axloqning mag'lubiyati. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining asosiy g'oyasiga xiyonat. Bugun biz bu yerga ikki yuzlimchilikni ayiblash, Sharq Turkistondagi unutilgan krizisni yo'rtib berish, uningga qarshi harakat qo'llanishni talab qilish uchun jam bo'ldik.
Sharq Turkiston krizisi faqat rayonlar o'rtasidagi to'qinish bo'lib qolmasdan, balki xalqaro jamiyatning zaminni, o'z taqdirini o'zi belgilash va kishilik huquq bilan tanlash xarakterli munosabatning ko'ziga ko'rinarli bir o'rniki. Dunyoviy krizis sababidan krizisni to'xtatish uchun harakat qo'llanishga chaqiriq qilgan vaqtimizda 40 milliondan ortiq Sharq Turkistonlik xalqaro diplomatiyani talab qilmoqda. Bu echinishli reallikni aks ettirmoqda. Huquq siyosati universal prinsiplar, o'z taqdirini o'zi belgilash, kishilik huquq va adolatdan halqib ketdi. Ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda barliq xalq sistemli yo'qotish harakatiga duch keldi. Xitoy ishg'oliyatchi kuchlari siyosati shiddatli mustamlika qilish va irqiy qirg'inchilik davlati yaratdi. Nazorat qilish umumlashdi. Hayotning har bir sohasi kontrol ostiga ilindi. Millionlagan tekshirish punktlari, minglarcha jazo lagerlari, turmalar, millionlarcha kuzatish kameralari, millionlarcha Xitoy mustamlikchi armiyasi hamma yerga selingan, o'rinlashtirilgan bo'lib, Sharq Turkistonning har bir bulung'icha turmaga aylantirilgan. Ishg'ol qilingan Sharq Turkiston qasddan nazardan saqit qilingan eng chong va haqiqiy ochiq turmaga aylangan. Xalqaro jamiyatning bu krizisga qarshiligi yetarsiz, hatto hech yo'q. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu vahshiyliklarga qaramay o'z taqdirini o'zi belgilash, inson haqlarining qo'g'dilishi va tinchlikning saqlanishiga kepillik qila olmadi. Xitoy Sharq Turkiston to'qinishi va irqiy qirg'inchilikqa sukut qildi. Bu sukut o'z majburiyatini ado qilmaslik bo'lmay qolmasdan, balki uzun yillik mustamlika, qirg'inchilik va ishg'oliyatning ra'yimsizligiga sheriklikdir. Sharq Turkistonni ishg'ol, mustamlika qilish, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizishga qarshi turmaslik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qo'g'dashni tashabbus qilgan prinsiplarga qilingan xiyonat. Isroiliya Hamas to'qinishi va Sharq Turkiston krizisining selishtirmasi va inkosi dunyoviy boshqarishning mos kelmasligini xayol qildirdi. Sharq Turkiston masalasi butunlay nazardan saqit qilingan bo'lib, tengsizlikni ko'rmasga selib qo'sh o'lcham qo'llanishni gavdalantirdi. Bu o'xshamagan pozitsiya kishilik huquq va adolat o'z taqdirini o'zi belgilashda kishini andishiga soladigan qo'sh o'lchamni ko'rsatib berdi. Ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi xalqning xalqaro qonun bo'yicha o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi sistemli turda inkor qilindi. Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi kerakligi garchi aniq bo'lsa-mu, yana Xitoyning ishg'oliyatiga qarshi turish davomlashmoqda. Xalqaro jamiyat buningga sukut qilmoqda. Bu sukut xalqaro qonun tizimlariga ziyon yetkazib qolmasdan, ishg'oliyatchi Xitoy hokimiyatiga jasorat ato qildi. Natijada vahshiyliklarni jazosiz davomlashtirdi. Biz bugun bu xil usulni o'zgartirishni talab qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning a'zo davlatlarni ishg'ol qilib olgan Sharq Turkiston krizisini hal qilish uchun konkret tadbir qo'llanishga chaqiramiz. Biz xalqaro jamiyatdan ishg'ol qilingan Sharq Turkiston davlati va xalqining o'z-o'ziga xo'ja bo'lish prinsiplarini amaliylashtirishi, inson haqlari va adolatga erishishni kafolatlantirish uchun amaliy harakat qilishga chaqiramiz. Sharq Turkiston xalqining qiyinchiligi xalqaro jamiyatning mustamliksizlashtirish, inson haqlari, o'z-o'ziga xo'ja bo'lishni qo'g'dash mas'uliyatini ado qilish siniqidan iborat. Faqat zamin va kishilik huquq masalasiga aralashishda tanlashni oxirlashtirish vaqti. Faqat Xitoyning uzunga suzilgan ishg'oliyat va irqiy qirg'inchiligini, mustamlikasini oxirlashtirish uchun amaliy harakat qo'llanish vaqti. Sharq Turkiston xalqi zulmni oxirlashtirishda Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish orqali hurlikka erishish, izzat hurmatini qo'g'dash uchun konkret harakat qo'llanishni talab qiladi. Sharq Turkiston xalqining kurashi mustaqillikni asliga keltirish, hurlikka erishish kurashi bo'lib, Sharq Turkiston xalqining egilmas sulmas ro'yining dalili. Bu kurash Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash, haq huquqini yangidan qo'lga keltirish orzusi bo'lib, bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan tunilishi kerak bo'lgan holda izchil turda inkor qilindi. 6000 yildan ortiq tarix va 3000 yildan ortiq Yevropa va Turk imperatorligining podshohligi va shahar davlatchiligi nuqtasidan qaraganda Sharq Turkiston zamonaviy davrlargacha mustaqil bir davlat sifatida mavjud bo'lib keldi. Manju va keyingi Xitoy istilolariga qaramay, Sharq Turkiston xalqi 1933-yili 12-noyabrda va 1944-yili 12-noyabrda mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyatini e'lon qildi. 1949-yilning oxirlari Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilib, mustamlika qilishi qora davrining boshlang'ichini ko'rsatdi. Irqiy qirg'inchilik va ishg'ol elimi davomlashyapti.
Bu qiyinchiliklarga qaramay, Sharq Turkiston xalqi Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun Xitoy ishg'oliyatchi kuchlariga qarshi kurash qilishdan voz kechgani yo'q. Xitoyning ishg'oliyatiga qarshi turish xalqaro jamiyatning qo'llashi va ilhom berishiga muhtoj. Xalqaro jamiyat qayta takrorlanmasin degan va'dasining prinsipida ching turib, ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilinishi lozim. Birleşken Devletler Teşkilatı mustamlikchilikdan qutulish, yer shari tinchlik va kishilik huquqning qo'g'dug'uchisi. Xitoyning atalmish Xinjiangdagi mustamlika ishg'oliyatining davomlashishining oldini olish uchun Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash haqida qonuniy bir majburiyati bor. İki yüzlümüce Xitoy Falastin davlatini e'tirof qilishga chaqiriq qilib, Sharq Turkiston davlatini inkor qildi va kishilik huquqiga daxl tarz qildi. Xitoyning ikki yuzlimichiligining oshkorlanishi va buningga qarshi kurash qilish kerak. Qo'sh o'lcham uzun vaqt davom qilganda xalqaro jamiyat adolat va tinchlikni talab qila olmaydi. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning a'zolaridan mustamliksizlashtirish, irqiy qirg'inchilikning oldini olish, kishilik huquq va o'z taqdirini o'zi belgilashga hurmat qilish prinsipida ching turish va'dasiga amal qilishni talab qilamiz. Sharq Turkiston xalqining qiyinchiligi dunyodagi boshqa qiyinchiliklarga o'xshash jiddiy qaralishi va hal qilinishi kerak. İmperiyani tanlash bilan shug'ullanish vaqti oxirlashdi. Vaqt harakatga kelish vaqti. Biz hozir Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh shtabida turib, uningga a'zo davlatlarni Xalqaro jinoyatlar sud mahkamasidan irqiy qirg'inchilikchi fash diktator Xitoy katibashi Shi Jinping va uning tashqi ishlar ministri Wang Yini o'ziga olgan Xitoy katibashlarining Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik insoniyatga qarshi jinoyatini tekshirib jazolashni talab qilishga chaqiriq qilamiz. Iqtisodiy jazo berishni, diplomatik bosim ishlatish, Sharq Turkistondagi mustamlika, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatni oxirlashtirishni, Sharq Turkiston xalqining o'z-o'ziga xo'ja bo'lish, mustaqil davlatini asliga keltirish huquqini e'tirof qilib, yordam berishni talab qilamiz. Sharq Turkiston xalqining ko'rishi rayon masalasi bo'libla qolmasdan erkinlik, adolat va kishilik qadr-qimmat prinsipida ching turish, xalqaro jamiyatning yordam qilish ko'rishi. Sharq Turkiston xalqi uzun zamondan beri izchil va egilmay sunmay mustaqillik uchun kurash qilish orqali kelgusini qaror qildi. Hozirgi vaqt Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, hurlikini qo'lga keltirish, egilik huquqini asliga keltirishni e'tirof qilish vaqti dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida o'tkazgan namoyishi The Parent xabar to'rida 30 noyabr kuni xabar qilindi. Sharq Turkiston surgundi hukumati boshchiligidagi Uyg'urlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabining oldida Xitoyning ikki yuzlimchiligiga qarshi namoyish qildi degan temada e'lon qilingan xabarda Sharq Turkiston surgundi hukumati boshchiligidagi Uyg'urlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Amerikadagi bosh shtabi oldida Xitoyning ikki yuzlimchiligini ayblab namoyish o'tkazdi. Uyg'urlar xalqaro jamiyatni Xitoy Sharq Turkiston to'qinishini hal qilishga va Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan mustamlika, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatiga qarshi harakat qilishga chaqirdi. Namoyish Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida Isroiliya Hamas to'qinishiga munosabatli yig'inga rahbarlik qilib, ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda mustamlikchilik va irqiy qirg'inchilik siyosatini yurgizayotgan Xitoyning ikki yuzlimchiligini oshkorlagan vaqtiga to'g'rilandi. Namoyishchilar mustaqillik Sharq Turkistonning birdan-bir yo'li, Xitoyning Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtating degan xat yozilgan lozunglarni va plakatlarni ko'tardi. Sharq Turkiston surgundi hukumati axborot e'lon qilib, namoyishning qarshilik ko'rsatish bo'libla qolmasdan, balki Xitoy hukumatining ikki yuzlimchiligiga qarshi turish ekanligini kuchli til bilan bayon qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati namoyishning maqsadining ikki yuzlimchiligini ayblash ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi axborot e'lon qilib, Xitoyning ikki yuzlimchiligiga nafratini bildirib, Xitoy hukumati ikki yuzlimchilik qilib, Falastin davlatini e'tirof qilish va qo'llashni talab qilish bilan bir vaqtda Sharq Turkiston davlatini inkor qilib, xalqning eng asosli kishilik huquqiga qarshi turdi va Xitoyning ikki yuzlimchiligiga oshkorlanishi, uningga taqobil turilishi kerak. Dunyo jamiyati bundaq ochiq-oshkora qo'sh o'lchamning davomlashishiga yo'l qo'yish bilan adolat va tinchlikni tashabbus qildiganligini talab qila olmaydi dedi. Namoyishga qatnashmagan Sharq Turkiston surgundi hukumatining Jumhur raisi Mantimin A'lo Sharq Turkistonning xalqaro jamiyatning qo'llashini talab qilish chaqiriqini qayta o'tirg'a qo'yib, Sharq Turkiston xalqi mustaqillik ko'rishida tavranmas irodasini ko'rsatdi. Hozir xalqaro jamiyatning Sharq Turkiston xalqining davlat qurish huquqini,
ularning mustamlikachilikdan qutulish va mustaqillik ko'rishini e'tirof qiladigan, shundaqla aktiv qo'llaydigan payti keldi dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati hukumatlarni, xalqarалық tashkilotlarni va barliq adliya tashabbuschilarini Sharq Turkiston bilan ittifoqlashishga tadbir qo'llanib, Xitoy Sharq Turkiston to'qinishini hal qilishga chaqirdi deyildi. Siyosatchilikda atalmış kishilik huquq da'vochiligi modelini mustaqillik ko'rishining o'zidek yoki bir qismidek va yoki shuning bilan bir o'rindagi harakatdek tizib olishlar bo'libmi, buning igidorchiligini qilayotganlarning haqiqiy ma'nodagi mustaqilcha guruhlar bo'lishdek aqalli shartni hozirlamagan shalg'it tutlar bo'lganligi xalqni haqiqiy ma'nodagi mustaqillikqa ilib boradigan manzilga yetishni uzartish yoki to'sqin bo'lish gangirtish vazifasini o'tsa, buning xaridorligini oshirish uchun ijod qilingan siyosiy institutlar ha deganda milliy irodaning reallikda aks etgan holati bilan ko'rinib qolishining oldini olishdan, siyosiy g'oyalar uchun ketarlik tayyorlik va kuch manbalarini shakllantirish yo'lini etishdan, mavjud kuch manbalarini bo'lsa kishilik huquq nomli kozubga so'raldirib, nag'ma-navoliq da'vo anglatish kompaniyalari orqali xo'rtib kardan chiqarishdan boshqaga yaramay keldi. Buningga ergashib, eliqdek avval meni e'tirof qildirib, ondan avni e'tirof qilg'izish, avval lagerni taqab, ondan mustaqillik deb tovlash, avval ozodlik deb kishilik huquq homiychilarining xalqarodagi besim kuchini ishga solib, kompartiyaning siyosatini yumshatib olib, ondan mustaqillik deyish. Angacha bek degimiz kelib ketsa, mustaqillik demay ozodlik deb turish. Vatandagi jazo lagerlarida yuz berayotgan qirg'inchiliklar Yahudilarning qirg'inchiligidek uncha ig'ir bo'lmagandikin, sal bo'shroq cho'ng so'zlash. Bizning vaziyatimizni xalqaro qonunga selib, jinoyat bekitgili bo'ladigan eng ig'ir jinoyat tamg'isining madaniyat qirg'inchiligi ekanligi qatorliq jimiy valaqishlarning amaliyotda milliy irodani bulg'ash, siyosiy g'ururni dafsanda qilish, xalqning siyosiy irodasini nejislikqa to'lgan sotqinlik gandillari bilan ko'mib tashlash urinish ekanligimi, natijada siyosiy atmosferamizda ancha diqqat tortmas, shunchaki fikr o'xshashmasligidek o'rtaq g'oya uchun farqli menishga bo'ladigan uslubda ko'rilib, oqibati diqqatga ilinmas, siyosiy taqdirimizning ko'ziga qarab turib yog'och tiqayotganligi borgancha aqllarda so'roqlanmas holga kelib qoldi. Burhan Muhammadning Qurib ketgur kishilik huquq da'vochiligi nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.